Birinchi prezidentimiz o'zining serqirra siyosiy faoliyati, oliyjanob insoniy fazilatlari bilan vatanimizning ko'p asrlik tarixida o'chmas va yorqin iz qoldirdi. Buyuk yurtboshimiz nafaqat O'zbekistonda, balki butun jahon miqyosida katta hurmat va obro'y e'tiborga sazovor bo'lgan ulkan shaxs va arbob sifatida tanilgan edi. Shuning uchun ham ustozimizning xotirasini abadiylashtirish bo'yicha minglab yurtdoshlarimizdan ko'plab taklif va tavsiyalar kelib tushmoqda. Ularning barchasi ayni paytda atroflicha o'rganmoqda va bu borada alohida qaror qabul qilinadi. Uchun yoshlarimiz bizlarning ertangi kunimiz deymiz. Mana shu yoshlar men borman, mana sapchib chiqib kerak bo'lsa men olaman zimmamga mas'uliyatni deb bolalar chiqsa agar joylarda, bu mana bolalarim. Agarki shunga qurbi yetmasa agar, men o'ylaymanki vaqt bekor ketyapti. Bolalarim, farzandlarim sizlarga aytmoqchiman. Prezident sizlarga aytyapti. Sizlar meni suyanchim, tayanchim. Qo'rqmanglar, marrani katta qo'yinglar. Men hech narsadan qo'rqmayman. Nima deganda, hayotimizni shunday relsga qo'yamizki, u rels o'zi oldingi manzili bor. Bu manzil erkinlik, ozodlik va barqaror yashash. Zamon o'tadi, baribir bizlarni qilgan ishlarimizni davomchisi bo'lmoq. Mana shunday yigitlar, shunday navqiron yigitlarni ko'rib va shunday qizlarning tarbiyasini bugun hammamiz ham qatnashib, bunday go'zal yurtda yashash, shunday yoshlarni ertangi kunini o'ylab, mana shunday baxtli bo'lishga aytaylik, kim bizga xalaqit beradi? Mana shu osmon, mana shunday yorug' osmon, mana shunday yigitlar, mana shunday qizlar, mana shunday qariyalar. Bu zamonni kim bir vaqtlar havas qilgan edi? Xalqimiz havas qilgandi. Va shunday havasga kim bizlarni yetkazayapti? Faqat yaratganimiz. Yaratganimizdan doim so'rab, mana shunday pok bo'lib ertalab so'rasak, albatta bizlarni yo'limizni ochib beradi va hech qachon hech kim mana shu yurtda, Xudoning nazari tushgan shu yurtda hech kim hech qachon kam bo'lmaydi. Bolalarim, eshitinglar shuni. Barcha kunlarni boshimizdan o'tkazdik. Barcha sinovlarni boshimizdan o'tkazdik. Lekin bitta narsani men sizlarga aytsam, barcha sinovlarda men faqatgina xalqimizga tayanganman, suyanganman. Sizlarni yaxshi ko'raman.